Assalomu alaykum, hurmatli Doktor Umarov kanali podpischilari. Sizlar bilan yana men Doktor Umarov. Terini tiklanishi to'g'risida gaplashamiz hozir. Endi bu teri, qarang, butun tanamizni teri qoplagan. Buni eng asosiy vazifasi, terining asosiy vazifasi tanamizni himoya qiladi. Tanani himoya qiladi. Himoya qanday? Har xil bakteriyalar, mikroblar, viruslar, zamburug'larda to'sib shuni o'tishiga, ichiga, tanamiz ichiga kirib ketishiga to'sqinlik qiladi. Bitta himoyasi. Endi mana shu himoya teridan ajralayotgan ter mahsulotining ichida ham o'sha mikrob bakteriyalarni zararsizlantiradigan moddalar bor. Alloh shunaqa mukammal yaratgan bizni. Endi teri har doim allergik sabab bo'lib, ya'ni allergiyani sababi bo'lib, teri strukturasi buziladi. Terining o'zi qavatlardan iborat. Ana shu yupqagina terining o'zi 5 qavatdan iborat. Endi uni qavatlarini sizga sanab o'tirishimiz kerak yo'q. Eng tashqari qavatida epidermis degan qavat, o'sha eng tashqari qavatda turadi. U muguzlanuvchi bo'ladi. Ya'ni eskisi tushib ketib, yangisi hosil bo'laveradi. Shunaqa yaratilganda bu. Endi shu eskisi tushib ketib, yangisi o'rnidan yangisi chiqib borishi bu tabiiy holatda. Alloh shunday yaratgan buni. Endi buni vaqtida parvarishlansa, ya'ni har xil terining kremlari bor. Qo'l uchun alohida, yuz uchun alohida, buni ayollar yaxshi biladi. Endi erkaklar buni surtmagan taqdirda ham, lekin oddiy gigiyenik holatga amal qilish, vaqtida yuvish albatta. Ana ko'pincha mana hozir sovuq havolarda, mana bugun уже kuz faslining oxirgi kuni 30-noyabr, ertadan qish boshlanadigan kunda turibmiz siz bilan suhbatda. Sovuq havoda ham terida masalan oddiy quruqshab, yorilib ketishlar bo'ladi. Shuni oldini olish uchun albatta glitserin, vazelin surtib, hech bo'lmaganda eng oddiy kechqurun surtib yotasiz, ertalab kir sovunda yuvib tashlaysiz. Endi sovunni qanchalik sifatini foydalansangiz yana ham yaxshi. Chunki juda ko'p sovunlar bor, o'zi ular shu terining strukturasini ham tiklaydi. Shunga yordam beriladi. Endi teriga to'g'ri munosabatda bo'ladigan bo'lsak, teri o'zi sekinasta muguzlanib tushib ketadi-da, yangisi hosil bo'laveradi. Buni tiklanish etapi shunday. Buning uchun alohida bir buni tezlashtirish uchun endi kremlar, mazlar bor, boshqa narsa. Masalan, metil uracil degan tarkibidaligi ham bor, o'zi ham alohida chiqarilgan nimalar bor. Bu terining strukturasini tiklashda yaxshi yordam beradi. Kastorovoy masla, kanakunjut moyi aptekalarda turadi, juda ham arzon. Buni bemalol chaplab surtishingiz mumkin. Mana shu terining qavatlarini, hattoki shilliq qavatni ham strukturasini tiklashda juda ham katta rol o'ynaydi kastorovoy masla. Shuni nimadan yana bir Rossiya olimlari tomonidan Novosibirskda ishlab chiqarilgan ritsinol degan, biz ko'p ishlatamiz shu burunda ichidagi shilliq qavatni tiklashga. U terini ham strukturasini zo'r tiklaydi. O'sha qavatlariga juda ham zo'r oziqa, tarkibida vitamin E, shu yog'da eriydigan vitaminlarning asosiy qismlari bor. O'sha terini nima qiladi? Oziqlantiradi. Quruqshashini oldini olib, namlaydi. Ana endi u teri juda ham o'zi tiklanishi oson bo'ladi. Eng oddiy, siz uchun qimmat emas. O'sha kastorovoy masladan foydalansangiz ham bo'laveradi. Agar imkoniyatingiz yaxshi bo'lib, o'zingizga e'tiborli bo'ladigan bo'lsangiz, albatta o'sha ritsinoldan foydalansangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Nimaga? U tiklash xususiyati juda ham tez. Alohida bitta texnologiya bilan ishlab chiqarilgan. Hali uni qanday texnologiyada ishlab chiqarilganini o'zimiz ham yaxshi bilmaymiz, lekin sinovdan o'tkazganmiz. Juda ham yaxshi foyda beradi. Ana endi allergik kasalliklarda ekzema bor, tarvoqlar bor, psoriaz bor. Bular shu terining strukturasini buzilishini oqibatida terining oziqlanishini
buzilishini oqibatida teri strukturasi o'zgarib ketgan. U teri yana o'zi qayta tiklanaveradi, faqat endi biz unga yordam berishimiz kerak. Agar mukammalini xohlasangiz, ya'ni sizda yuqorida sanab o'tgan psoriaz, ekzema, tarvoq, krapinisa, yana boshqa teri kasalliklari bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga to'liq yordam berishga, mukammal to'liq yordam berishga tayyormiz. Endi juda ko'pchilik mana kommentariyalarda o'qib qolaman. Bitta dorisini ayting, bitta dorisini ayting, davosini ayting. U davosi juda mukammal bo'lishi uchun juda murakkab narsa-da buni. Sekin asta o'sha iziga solish kerak. Uni shuni internetda ko'rib olib turib bajaraveradigan narsa emas. Qayerga kelasiz, ko'rasiz, har bitta aytgan nimaga. Ana endi ko'cha-ko'yda yo'l-yo'lakay tuzalib qolishni xohlay turgan odam deyarli tuzalmaydi uni. Uning uchun ozgina bo'lsa ham harakat qilish kerak, kelish kerak. Albatta biz sizga yordam berishga tayyormiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.